Mazali detoks tayyorlaymiz. Bodringni to'g'rab oldik. Ozgina seldiray, uni ham to'g'rash kerak albatta. Olmani po'stini olmaymiz, barcha foydasi po'stida. Limonni to'g'rab olamiz. Limonni sarig'i ham bo'ladi. Svejiy imbirni to'g'rab olamiz. Hammasini blenderga solamiz. Ustidan 200 gram sut, 2 bog' ismaloq solamiz. 3 daqiqa blender qilsak, tayyor. Detoksimizni esa dokadan sizib olsak, foydasi yana ham kuchliroq bo'ladi. Bu videoda detoksni tayyorlashga tayyorladi-yu, lekin nimalarga foyda ekanligi aytilmagan. Men esa sizga aytib beraman. Ichakni tozalash, ozmoqchi bo'lgan, yuzida muammosi bor, teri holatlarida quruqlik bor ayol-qizlar aynan bu detoksni ertalab och qoringa 1 stakan uyg'onish bilan ichish kerak. Kechqurun uxlashdan oldin esa 1 stakan ichishimiz shart. Faqat bunaqa detokslar har doim svejiy tayyorlanadi. Chunki detoks yarim soat qolgandan keyin ayniy boshlaydi. Shuni unutmang. Video manfaatli bo'ladi, saqlab qo'ying.